Bu joy 100 yil davomida jinlar energiyasiga to'lib toshgan. Bu narsa buyuk jin paydo bo'lishini bashorat qildi. Menimcha u sizni bu yerda bo'lishingizni bilmagan. Ay, sen meni tortma, sekinroq. Ay, sen. Xonim, buning uchun uzr. Nima qilyapsan? Otangiz aytganidek, agar qoningiz jinlarni chaqira olsa, bu sizni gunohlaringizni yuvishga yordam beradi. Tong otguncha sen bilan hamkorlik qilaman. Ertaga soat 5 da jin paydo bo'ladimi yo'qmi, bizni qo'yib yuborasan. Ungacha ko'ramiz. Yaxshi.